Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilar. 1-mart haftaning yakshanba kuni 2026-yil biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on chorva bozoridamiz. Xudo xolasa xudochilar qatoridan video obzorimizni boshladik. Bahor fasli kirib keldi mana, xudo xolasa. Quyoshlar chiqib, bozor juda chiroyli holatda, mana bozorlar qizg'in bo'lyapti. Video avvalidan bittadan like tugmasini bosib, kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lish tugmasini bosib o'tinglar. Inshaalloh xudo xolasa sizlar uchun ham manfaatli bo'lishi mumkin. Biz video obzorlarni hunojinlar qatoridan boshladik xudo xolasa. Chorva Fayz kanaliga. Mana bu yerda ikkita hunojin baraka bo'ldi mana. 28 million 500 ming so'mga ana shunday jupiga baraka bo'ldi mana. Alloh barakasini bersin olganga ham, sotganga ham. Biz video obzorlar boshladik xudo xolasa. Mana bu yerda chiroyli hunojin turibdi. Mana shundan boshlab beraylikmi? O'shqurxon. Akaga. Mana shu hunojindan boshlaymiz. Obzorimiz bor. Ostilar juda chiroyli kelishgan hunojin aka. Aka, hunojin necha pul bu? Hunojinga 30 million so'rayapmiz. 30 million kami bor deyishyapti mana. Ko'rasizlar, o'zlarining bahosini berasizlar. Arqalari to'rtburchak. Shu chiroyli olog'ora variantidan ekan mana. Aka, bu shetnikimi, chetnikimi? Mana sheydi ma'lum. Ha, shetda tug'ilgan. Shetda tug'ilgan. Toshkent, Parkent tumanida tug'ilgan. Voy, gap yo'q mana. 30 deyapsiz. Nech pul savdo qildi har doimlar? 25,5 ga so'radi deyapti. Mabodo ishqibozlarga raqam qoldirib qo'ymaysiz? Raqam qoldiramiz. Aytvoramiz. 93lik 90'lik 970 970 0540 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa hunojin qiziq bo'lsa, bu sotilib ketsa yana boshqa bo'ladi aka sizlar. Gap yo'q, bozoringiz bersin. Aka, Chorva Fayz kanali. Chorva Fayz. Xo'p, mana bu yerda bitta chiroyli buni parodasi qanaqa? Sariq. Gibrid hunojin ekan mana. 26 million so'mga savdo qilyapti buni har doimlar mana. Hunojinda o'ta chiroyli chiqdi mana. Hunojinda chiroyli chiqdi, mana shuni ko'rsatib beramiz. To'ylar to'rt joyda. Bo'ylari necha keladi buni egasidan ma'lumot olishga harakat qilamiz. Aka, bu kurakchi bormi? Bo'ylari necha keladi? 1.45 bor a? 1.45 atrofidagilar necha pul deyapsiz? 35 deyapmiz. 35 million kami bor. Bu Rossiyadan kelganlardanmi? Rossiyskimi bu? Ina qornida kelgan. Ona qornida kelganlari. 35 kami bor. Necha pul savdo qildi? Savdosi 30 ga boryapti. 30 million so'mga savdo qildi mana. Lekin sigir qilishga yaxshi variant. Aka, ishqibozlarga raqam qoldirib qo'yasizmi? 90. 90'lik 261 71 ha, 80. 261 71 81 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar mana shu mol qiziq bo'lsa. Mana bu hunojinlar ko'rganlar uchun anchalar ko'rsatib o'tamiz. Gibrid variantlar ekan. Xardallar tepasida mana ishqibozlari turibdi mana shu yerda. 4 ta to'rt joyda ekan. Mana hunojin, mana bu o'ta boshqacha ekan. Nech puldan aka? Nech puldan ekan bular? Jupiga 47 deyapsizlar. Savdo bo'lyapti hozir? Nech pul qildi boshqalar? Ha, gibrid bilan 25 million so'm. Bo'ylari nech keladi bo'yi? 1.10 plus, 1.15 ham keladi bemalol. 5 ham durami. Qo'lga tiyari nech pul jupi? Ha, Qo'lga tiyari jupi nech pul? 45 ta. 45 bo'lsa, beraverasa. Hozir nech pul bo'lyapti dedingiz? 43 qilyapti. Ishqibozlarga raqam qoldirasizmi? Qoldiramiz. Aytvoraylik. 91lik. 91lik 057 057 91 10. 91 10 raqamiga. Mana shu hunojinlar qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Lekin mana har dollar shetda savdosi bo'lib turibdi molni. Mollar bo'yidan ko'ra endi yaxshi ekan, polvon mollar ekan. Nech pul bo'libdi jupi? 23 million 200 ming so'm bo'ldi mana. Gibridlari bo'lib, gibridlar. 23 million 200 ming so'mga 23 million 200 ming so'mga ana shu jipini olibdi mana akalarimiz. Dehqon akalar.
Asllari yaxshi ekan, lekin hunojinchalar kelajagi bor hunojin. Chorva Fayz kanalidan ko'rasiz aka. 23 million 200 ming so'mga olibdi mana dehqon akalar. Boqishga mana. Aka barakasini bersin, baraka toping boqib aka. Dehqon olibdi. Bo'ylari necha keladi endi dehqon akalar taxminan? Odamlar hisobini chiqarib oladi-da. 90 bor. 90 plus minus kelaveradi. Bunisi 90 kelsa, unarigisi 1-2 sm past bo'lishi mumkin. Gap yo'q, barakasini bersin. Aka olindimi bu ham? Bo'sharib ketdi. Ha, bo'sharib ketibdi. Xo'p. Rabbi oldi ko'ringlarchi mana. Ilojin qatorda o'tiribdi, qisirmikin? Boyaga necha pul ekan bu? Polvoni. 35. Kami bor. Kuragi bordir buni? Ha. Qo'yilmaganmi? Bo'g'oz qisirligi qanaqa? Necha pul so'radi har dollar? Endi 30 ga o'tib bergan. Bir so'rashda 30 ga o'tib bering deyapti ekan, jazman endi savdo qiladi deyishyapti akalarimiz. Mana shu mollar qasddan o'tib ko'rsatib beraman deb harakat qilyapman. Bozor tiqilinch o'tib bo'lmaydi. Ko'ringlarchi. 35 million kam bor deyapti. 30 million so'mga ozgina o'tib bering deb so'rab turishibdi-kanmi. Gap yo'q, bozorni bersin. Bozor erta tongda ancha kamida, endi seroblashdi hozir. Mana odamlar olib keldi mol. Chorva hayvonlarni odamlar olib kelyapti. Mana bu yerda bo'ydor variantlari bor ekan. Bo'ylari 1.30 dan plus mollar mana. Mana shulardan ko'rsatib beraylik. Nech puldan aka hunojinlar? 28 million kam bor. Bunisichi? 26, bunisichi? O'rtadagi 26, ikkala chekkadagilar 28 dan deyapti. Mana buni bellari 50 variantdan ekanda. Mana molda ostilar. Ha 26 million deyilib turgan. Abi ham 28 deyilyapti. Bo'ylari o'rtadagisini bo'yi 1.40 ham chiqar, mana bular 1.35 atrofida kelaveradi. Savdo qildimi? Savdosi Zoir akamni so'rayapti, necha puldan eshitmadim men. Ha, gap yo'q. Mabodo ishqozlariga raqam qoldirib qo'yasizmi? 90lik 151 80-85 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Har doim mol bo'ladigan akalarda nomerini so'rab ketishga harakat qilyapmiz. Bularda mol uzilmaydi. Bular sotilib ketsa ham mana shunaqa tipdagi boshqa hunojinlari bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar hunojin ishqozlari bo'lsa. Mol bozoriga qo'y o'tib qolibdi. Olindimi? Sotilar. Baq olib ketyapsizlar-ku? Ha, uzun qilish uchun olib ketyapti. Mana bu yerda bitta chiroyli hunojin bor ekan. Ostlari yaxshi. Nech pul ekan bu? 25 million kam bor. Bo'ylari 125 keladi. 25 million kam bor deyapti. Savdo qildimi? Nech? 20 million so'mga boribdi mana shu mol. 20 millionga borgan, 25 million baho aytyapti. Mana bu yerda ham mana savdo qizib ketdi mana. Kursanmisan deb qo'l. Nech pul savdo bo'lyapti? 16 million 200. 16 million 200 ming so'mga savdosi bo'lyapti ekan mana bu hunojin. Bo'ylar 125 atrofida. Ana. Chiroyli bo'ldi. 16 mi? 16. 16200. Bering hoji bu endi. 16 million 200 ming so'mga mana bu savdosi bo'lyapti mana. Sigir qilishga ostlari yaxshi ekan mana. Gap yo'q. 16 million 300 ga mana buni endi bozori qizida bergisi kelmadi akalarimiz. Gap yo'q. Bozorni bersam olgan sotgan baraka topaversin. Hop. Bo'ldimi, baraka bo'ldimi? Qancha? 16 million 300 ga baraka bo'ldi mana bu nojimin. 16 million 300 ga bor baraka bo'lib ketdi, lekin yaxshi barakasini bersin.
Mana bu yerda mana o'zimizda yaxshi mollardan bor ekan. Nech pul boy ekan bu? Nech pul savdo qildi? 22 milyon kam bor, 21 milyon savdo qildi mana. Greenford mi bu? Greenford. Buni olchin ekan. Mana bulardan savdosi bo'lyapti ekan, hozir bilamiz qaysini bo'lib turgan. 35. Yerni boshladi. Buni sherigi qaysi? Qaysi savdo bo'lyapti bu akalar? O'zi dedingizmi hozir? Yo'q, mana bu. Ha. Ikkala chekkadagi 35 million savdo bo'lyapti mana. Hozirgalar savdo qilyapti. Kelganini bilim deyapman. Bozorda savdolar boshlandi mana. Gap yo'q. Mana bu yerda ham chiroyli hunarchilar bor, mana bularni ko'rsatib beraylik. 15. O'zimizni местный paroda hunarchilardan ko'rsatyapmiz. Hozir endi bozorga aksariyat mana shunaqangi mollar chiqib turgan. Yaxshilarni ko'rsatishga harakat qilyapti. Bu aka hunarchi nech pul? 18 million kam bor ekan. Savdo ko'rdimi? 16 million 500 ming so'mga har dollar so'rabdi. Jazma. O'shayni ko'rib qo'ydim. Qani. Mana siyri qiladigan-da mana. Mana berdi. Gap yo'q, zo'r ekan. O mana bu yerda polvondan bor ekan. Bunisi nech pul? Telefonda gaplashyapti. Bu nech pulga bitadi? 16,5 qilay turgani. 7,5 berasizmi, mehmon? Raqamni qoldirasizmi? Sotib yuborasiz. Bitta shu o'zi. Mayli, gap yo'q. Voy, hunarchi nech pul boy aka sizniki? 17 milyon baho aytyapti. Kami bor. Va hunarchiga 17 million baho aytyapti. Bo'ylari necha keladi aka? 1.10 plus, ha? 1.10 plus 15 ga qolishi ham mumkin. 17 baho aytyapsiz, necha pul savdo ko'rdi? 15 milyon 500 ming so'rashdi. 15 million 500 mingga so'rabdi mana. Rossiyskiy mol. O'zimizda o'sha местный rossiyskiylarda bolalaridan ekanman. Gap chiroyli mol ekan mana shu. Yana qaysi sizdan? Bizdan mana shu bitta qoldi. Gap yo'q, bozoringizni bersin. Mana shu narxini bilmadik-da mana shuni. Sotildimi? Nech pul oldi? Jupi sotilibdi bular ikkalasi mana. Mana bu hunarchim bilan mana bu ikkalasi 36 million so'mga bor baraka bo'lib ketdi. Barakasini bersin. Bor baraka bo'lib ketdi. Qaysi bo'ldi? O'rtadagi bas. Ikkala chekkadagi 40 million so'mga baraka bo'lib ketdi. Dehqon tog'alarimiz oldi. Barakasini bersin. Biz navbatdagilarni ko'rsatishga harakat qilaveramiz. Mana bu yerda ham bitta chiroyli hunarchim bor ekan. Mana shuni ko'rsataylikchi. Bu aka nech pul hunarchim? 20 kami bor ekan. Sizga arzon ekan, ha? 20 million kam bor ekan mana bu hunarchim. Ostlari yaxshi ekan. Ostlari to'rala yerida 4 joyda. To'ravi 4 joyda ekan. Bo'ylari necha keladi? 1.30 ga borami? 1.30 ga borib qoladi. Bu hunarchimda bo'ylari yaxshi. Xaridorlar so'radimi? So'rab turishibdi. Necha pulga so'radi, aytavering aka. Ha, ishqibozlar bor. Hali narx chiqqan yo'q. Raqam qoldirib qo'yaylik bo'lmasa aka. 88 lik 551 2088 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda mol tugamaydi lekin. Buni sotib olsa yana boshqa mollari bor. 20 million deyishdi lekin arzon aytdi shuni. Bozoringiz bersin aka. Ha, bitta. O'ta bo'ydoridan bor ekan va Galishtinda aka bu. Galishtinda.
Lekin tutagi yaxshi. Nech pul ekan Xunojon? 25 million so'm ekan. Bo'ylari 1.40 ga boradi buni. 25 million baho aytilar. Galishdi. Nech pul so'radi? 23 million so'mga so'radi. Sizlarning bahosini berib qo'yasizlar mana. Yap yo'q. Hammani bozorini beraversin. Biz navbatdagilarni ko'rsatishga harakat qilaveramiz. Chiroyli-chiroylilaridan. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu yerda mana o'ta polvondan chiqib qolibdi mana. Angiska gibritligi bormi deyman-da, buni ana shuni ko'rsatib berayim sizlarga. Aka sal tortib yuboringchi, molda qaranglar mana. Xunojin akam. Nech pul deyapsiz aka buni? 40 million kam bor ekan mana. Anguska gibritligi bor o'sha Mickey Mouse'lardan ekanda. Bo'ylari 1.45 atrofida kelaveradi. Buni tirik vazni ham anchagina bor. Qo'yilgan aka 20 kuncha bo'pti, Botir aka qo'ygan ekan. 20 kuncha oldin Shuncha bizga olib o'tib kelmayapti. qo'yilgan ekan. Aka savdo qildimi? Nech pul? 32 gacha qilyapti. 32 million so'mgacha xaridorlar so'rabdi buni mana. Ishqibozlari bormi? Raqamini olib beraylikmi? Telefon raqamini? Aka ishqibozlarga raqam qoldirib qo'yasizmi? 90lik. 90lik. 292 Aha. 1583. 292 1583 raqamiga mabodo mol qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu 20 kun oldin qo'yilgan ekan. Bu g'oz qisirligi noma'lumlik. Bozoringizni bersin aka. Hurmatli tomoshabinlar, biz chetgacha kuzatgan hammaga rahmat. Hammani Alloh chorvasiga baraka bersin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.